Soliqlar davlat iqtisodiyotining eng asosiy tayanchlaridan biri sanaladi. Chunki soliq olish orqali, soliqdan tushgan tushumlar orqali jamiyatning byudjet qatlamini mablag' bilan ta'minlash, ta'lim, tibbiyot sohasi va shuning bilan bir qatorda ijtimoiy himoya jarayonlarining hammasi bevosita soliq bilan bog'liq. Mustaqil O'zbekistonda ham bugungi kunda jahon standartlari doirasiga javob bera oladigan soliq tizimi shakllangan va bu soliq tizimi qonun bilan himoya qilinadi va har bir inson konstitutsiyaviy huquqlari bilan bir qatorda o'zining burchlari ham bor. Bitta burchi soliqlarni o'z vaqtida to'lash. Soliq bir kunda paydo bo'lib qolgan emas. Soliq bugungi davrning mahsuli emas. Soliq qadimdan davlatchilik paydo bo'lgan davrdan boshlab soliq bor. Demak, o'sha davlatchilikning paydo bo'lishidan boshlab saltanatning mavjudligi, davlatning mavjudligi soliq to'lovchi aholi bilan bab-baravar birga bo'lgan. Chunki soliq orqali o'sha xazina boyigan, soliq orqali lashkarni quvvatlantirilgan. Masalan, eng qadimgi soliqlar qadimgi Misrda, qadimgi ikki daryo oralig'i Bobil hududlarida mavjud bo'lgan bo'lsa, ana shulardan bitta eng bizgacha saqlanib qolgan hujjatlardan bittasi bu Hammurabi qonunlari sanaladi. Hammurabi qonunlarida ham soliqni qanday olish kerak, soliq to'lamaganga qanday chora ko'rish kerak masalalari ham muhokama qilingan. O'sha davrda ma'lum bir soliq bilan bog'liq tizim ishlab chiqilgan. Har bir davlatning o'zining soliq tizimi bo'lgan. Mana shu soliq tizimi asosida aholini olayotgan daromadining ma'lum bir qismi u yer bo'ladimi, ishlab chiqaruvchi do'kon bo'ladimi, yoki bir ma'lum bir hunarmandchilik ustaxonasi bo'ladimi, yoki savdo shoxobchasi bo'ladimi, ma'lum darajada soliqqa tortilgan. Ana shuning uchun ham soliq demak iqtisodiyotni barqaror rivojlanishida vazifani bajargan. Endi musulmon soliq tizimi bor. Musulmon soliq tizimi arablar istilosidan keyin aynan bizda ham keng qo'llanilgan. Ana shulardan bittasi aholidan olinadigan xiroj solig'i. Xiroj bu olingan hosilning 3dan 1 qismi sifatida undirilgan va ayni vaqtda xiroj bu kuch deb atalgan. Ya'ni kuch nima? Davlatning qudrati, davlatning xazinasining farovonligi yoki to'lib turishligi, lashkarning baquvvatligi mana shu tushayotgan xirojning tushumi bilan bog'liq bo'lgan. Bundan tashqari fiqhiy manbalarda ushur solig'i bor. Ushur solig'i bu ekin ekiladigan hududlardan o'sha ekinda olingan hosilning 10dan 1 tariqasida undirilgan ushur solig'i. Bundan tashqari yana zakot bor. Bu zakot bevosita boylarning kambag'allarga beradigan demak ehsoni bo'lgan bu. Zakot bu hunarmanddan ham undirilgan, savdogardan ham undirilgan va qolaversa moli nisob miqdoriga yetgan odamdan zakot undirilgan. Chunki boylarning molida kambag'alning haqqi bor degan. Demak, ana shu kambag'allarni iqtisodiyotini yo'lga qo'yib olish uchun ma'lum zakot majburiyati yuklatilgan. Mana bu narsa ham soliqning bir turi. Endi bitta narsani qayd qilishimiz kerak. Mana Amir Temurning soliqlar tizimi bu nihoyatda bir adolatli, nihoyatda bir chiroyli, nihoyatda bir mustahkam soliq tizimi bo'lgan. Masalan, Amir Temur davrida ham xiroj solig'i undirilgan, zakot solig'i undirilgan va qolaversa favqulodda soliqlar ham bo'lgan. Masalan, bir suv toshqinlari bo'lib qoladi, ma'lum bir lashkar yurish qilishga to'g'ri kelib qoladi yoki bir bosqinchi kelib qoladi. Mana shunday bir paytlarda tavajjuhoti xorijiy degan bir soliq turi bo'lganki, bu soliq turi ya'ni favqulodda yig'iladigan soliq bo'lgan. Mana shu favqulodda yig'iladigan soliq turlari ba'zan undirilgan bo'lsa, doimiy muntazam undirilmagan, lekin xiroj muntazam undirilgan. Endi Amir Temur o'zining Temur tuzuklarida xiroj yig'ish, umuman soliq yig'ish bilan bog'liq masalalarga obdan e'tibor qaratgan. Ya'ni soliqni muddati belgilab berilgan. Mana bizda hozir muddat bor. Demak, bizda o'sha soliqlar tizimi qadimdan, azaldan nihoyatda katta bir o'ziga xos madaniyat bilan shakllanib borgan va aholi soliq to'lash zarurligini, kerakligini o'zi anglagan. Bitta misol tariqasida aytaman men. Amir Temurda bir gap bor. Ra'iyat omon bo'lsa deydi, xazina but deydi. Xazina but bo'lsa, lashkar baquvvat. Lashkar baquvvat bo'lsa, saltanat bardavom. Endi ra'iyat kim? Ra'iyat soliq to'laydigan aholi, dehqon, chorvador, hunarmand, savdogar. Mana shu ra'iyatning omonligi uchun deydi. Kunduz o'tirmadim, tunda uxlamadim deydi. Demak, mana shu biz bugun aytayotgan soliq tizimi bu bevosita har bir mamlakat iqtisodiyotining tayanchi, suyanchi va qolaversa ijtimoiy himoyaning asosiy kafolati sanaladi. Mana shu kafolatga erishmoq uchun
Mana shu iqtisodiyotimizni barqaror va rivojlantirmoq uchun soliqlar muhim vosita bo'lib hisoblanadi. Demak, soliq to'lash har birimizning yuqorida aytganimizdek huquqlarimiz bilan bir qatorda bizning mas'uliyatimiz, bizning burchimiz hisoblanadi.